Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Chag'izmon qishlog'ida yashovchi Jalol bobode. Chag'izmon qishlog'ida yashovchi Jalol bobo bundan bir oy oldin Omad Show teledasturidan 29 ta Damas sohibiga aylangan edilar. Kelib taqib kulay. Qaqa? Aka. Ha, teski. Shu Omad Show barabanini aylantirib, omadli raqamni tushirgan Shahnoza opaga bitta Damas hadya qilaman deb niyat qilgan ekanlar. Shu Damasni sizlar bilan birgalikda topshiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Mashinalarni o'rabesin. Rahmat sizlarga ham bo'lsin. Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi. Bu mashinani yurakdan sovg'a qilyapsizmi? Yurakdan mana shu Shahnoza opaga beryapman. Yashang, yashang. Bo'lmasa hammasi haqqoniy, ha? Haqqoniy. Bo'lmasa kalitlar topshiraysizmi? Mana kalit. Mana opa. O'rabesin. Rahmat sizlarga ham bo'lsin. Rahmat. Nomlarga o'tkazib beryapsiz, ha, nasib etsa. Nomlariga o'tkazib beramiz. Ha. Bitta duo qilasizlar bo'lmasa. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Tanizat, xotirjamlik, to'rtkusta tinchlik. Mana shu mashinalarni yaxshi kunlarga ishlatsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsinlar. Omad shu mana shunday omad kulib bo'g'aversin. Mana men mana bu kishiga barabarni aylantirganlariga mana shu mashinani berdim jira. Ha. Nima niyatlari bo'lsa niyatlariga yetsin. Hammamiz shu dunyomiz tinch bo'lsin, sog' bo'laylik. Aytganingiz kelsin. Nima niyat qilmasa niyatlariga bersin. Allohu akbar. Rahmat. Ha, mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.